Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bizning Toshkent, Moskva, Vladimir, Chepaktal va Nijniy Novgorod yo'nalishlari bo'yicha haftada 4 kun dushanba, seshanba, payshanba va juma kunlari davlat tomonidan qo'yilgan avtobus reyslarimiz amalga oshirilmoqda. Shuning bilan birga Toshkent, Kazan, Namejniy Chili va Nijnikamsk yo'nalishlari bo'yicha esa haftada 3 kun seshanba, juma va shanba kunlari 18:00 da Toshkent avtovokzalidan prямой reyslarimiz amalga oshiriladi. Bizning kompaniyamiz sizga kafolatlaydi ishonchli xizmat, arzon narx kafolati, komfort zona va albatta davlat tomonidan sertifikatga ega bo'lgan reysimiz mavjud. Avtobusimizda esa barcha qulayliklar, ya'nida qulay o'rindiqlar, 2 ta monitoring, 2 ta kuryer, konditsioner, Wi-Fi, zaryashniklar va siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogagacha yuk olib ketishingizga bo'ladi. Va siz joylaringizni uzoq masofadan turib ham bron qilsangiz ham bo'ladi. Agar sizga shunaqa ishonchli xizmatlarimiz kerak bo'lsa, ushbu ishonchli raqamga murojaat qiling va joyingizni masofadan turib band qiling. Tanlovda adashmang.